bu yurtqa qadiming yetganligini bilibli qolsam, xabarangni o'zim qo'piraman. Unutib qolmasizlar Qambarni Saxinim. O'zlarining mo'jab bir qizi bor. Kolining beshiga kelgan kunni Mo'zayning beshiga kelmaydi deb hech kim aytolmaydi. Haddingdan oshma. Kimga gap qilayotganingni bilamsan? Angoyaq tursan-ku. Kelib meni bo'shatib etmabsan. Haddingdan oshma. Ma'qul. Qambar hujjam bo'g'aydi. Eringizning bu uy kelib ketib yurgandan xabaringiz bormidi? Kelaka mayli chaplashidi ekansiz-ku. O'jaqingiz-ku, sizdakda natchilarni gapga unutib, bugunga ulashgan. Xotin kishi bo'lsam-mu, erkakdek yashaydigan ayolman. Men siz bilan hargiz to'y qilolmayman. U mumkin emas. Mening sizga tekkinim tekkan. Mening Qambar. Qani desizlar? Qo'lig'im siladi. Voy yuragim. Voy mening dardlik yuragim. Qemarg'a tikilgan xotin. Oysham Ismoil tabassum. 25-qism. Seyitboy dang'adi cho'chib izida to'xtab, erning ovozini quloq soldi. Bu tevib boshlab kelgan tarjima yigitning ovozi edi. Seyitboy qo'lidagi chiroqni puvlab o'chirib dalon supsida qo'ydi va yepinchoqlavaga yaktikining yanglarini kiyib, putining uchida dasab, Qambarni Saxinim turgan tarafga yaqinlashdi. Orliq necha qadam qog'ichimi bu ikkalan Seyitboyning o'ziga yaqinlab kelganligini sezmadi. Seyitboy ko'rdiki, Qambarni Saxinim talboring ostidagi qorong'ulikda mono tarjima yigitning bag'riga tashlanib, o'ksib yig'layotgan edi. Seyitboy izida to'xtab, dahshat vaqirdi. Untekin studiyasi. Bu holdan cho'chigan Qambarni Saxinim darrov o'zini tarjimonning quchqidan tortdi va tarjimonni ittirib atdi. Ondan Seyitboyning oldiga siljidi. "Ma yaqin kelguchi bo'lma." Begim men tushundiray. Sizlar xato tushunib qoldilar. Ish sizlar o'ylagandek emas, begim. Seyitboy tunji qitim Qambarni Saxinimni sallab, eng qattiq muomala qildi. Tarjimon nima qilarini bilmay gap so'zsiz oldi ketib turadi. Qambarni Saxinim yig'lab to'kilib turib Seyitboyning qo'liga esildi. Seyitboy uni qo'pollik bilan silkib cho'rivatdi. Qambarni Saxinim kanicha yiqilibla o'ltirib qoldi. Ondan tizilinib, o'milab kelib, Seyitboyga qayta esilib yolvurishga boshladi. Ammo Seyitboy uni bir tepik bilan cho'rib etib, g'us-g'us dasab, o'jirsiga kirib ketdi. Mehrin Saxinim Namancho'loqdan eg'ir tayoq yegan shu kundan boshlab uning ishlariga aralashmas, uyga kelib ketganlarga nagi berib, nerda turganlarga parvo qilmas. Hatto tirikmi, emasmi, ko'ngil bo'lmas bo'lib ketdi. Burunqidagi haftada bir kun zo'rlab turib qo'yniga solib oladigan. Namancho'loqning mayli bo'lish bo'lmaslik bilan kori yo'q, erkilab, surkilib turib ishqvozlik qilib ko'nglini ochadigan qiliqlarni biraqla tashladi. Tug'ilmishida yuzsizlik peshonasiga putilib ketgan bu erdan mingni qissa baribir vafo kelmaydiganligi uning ko'ngliga ayon bo'lib bo'lgan edi. Butkul ishlar ilgariki bilan osmon zamin farq qiladigan olg'a tushib, burun Namancho'loq uyda bo'lmasa izdab baliq qolmaydigan. Surishtirib topmoqchi unamaydigan Mehrin Saxinim mana endi uni uyda bo'lmasa deydigan, bir kun uydan chiqmay aram yeb qolsa ichib pushadigan. Uni sirtqa chiqarib etishning ko'yda tuzuk chiroyma ochmaydigan bo'lib qoldi. Baribir Mehrin Saxinim bilan ancha kori bo'lmagandikin, Namancho'loqmi bular bilan hisoblashib, sababini inchki o'ylashib yurmadi. Bu kunlardagi Namancho'loq Seyitboyning kasaldan saqayganiga jeli edi. O'y xiyollari boshqa tinchlikqa faqatla Seyitboy bo'lib qolgan ediki, taqdirning Seyitboyga yana bir qitim o'ng ko'zda qarab, kesiliga shifoliq bagini Namancho'loqqa bakla alam bo'lgan edi.
Onunçu bolğanda Seyitbay muş keselden şifa tapamay ölüpli kesse. Seyitbayning ikki xotini va tabiiy dunyosi bir amal qilib o'z ilikiga elib olsa. Ondan qadinas og'inis bo'lmish bu boyning xotin bolalariga xayrixohlik qilib, beshini silagan bo'lib elib, hamma nimasiga egitarchilik qila olgan bo'lsa, shuningda tuz tamatdi. Afsus, taqdir uning orzu armonlari bilan hisoblashib o'ltirmay, Seyitbay va Tivipning tirishchanligiga meva tashladi. Biroq endi Namancho'loq yana bunda qarab o'ltirsa bo'lmaydi. Seyitbayning g'ojidori heliqi chaqda Mehrinso xonimning oldidala qolgan gapni bizning begimning salomatligi asliga kelib, Selining begim bilan yakma-yak deyishalugdek bo'lganda o'zlari hal qilib oladi degan emasmidi? Mana endi Seyitbay saqaydi. Nemishlar bo'lib keta? Qandig'ini qandoq deyishib keta bu gaplarni. Hozir Namancho'loqning hamma g'imi mo'shilar edi. Bugungi kunga kelguncha Seyitbay uni izlab hisoblashimiz demadi. Lekin hamını demay qolmaydi. Ko'ngli yaxshi, mijozi tuz, hamma kishiga mehribon, lekin vaqti kelganda hech kimga yuz xotir qilmaydigan, ochchig'i yomon ham rahimsiz bu odam deginni qilmay qo'ymaydi. 10 necha yillik og'indarchilik jarayonida Namancho'loq uning mijozini 5 qo'ldek bilib ketgan. Shu o kecha kunduz shu xiyolni qilib, ideya tayyorlik bilan bugun kelamo, at kelamo degan andishida yuratdi. Qachonki Quduslanqa, Matturdubort, Osman Kosla bir ishni doklad qilish uchun oldiga kirib qolsa, Seyitbayni hisob og'ili kelganmidi deb yuragi qartdi qilib qoladi. O ish emasligi ma'lum bo'lganda ondan yenikdan oladi. Moshunda qo'rqinch ichida yurak suv yurgan Namancho'loq o'z navbatida yana Seyitbay izlab kelsa nima deyish? Hisoblashmoqchi bo'lsa qandoq taqobil turishlarigacha puxta planlab qo'yibmi, yanala ko'nglini tindiranmadi. Chunki bu yurtda azaldan tortib Namancho'loq tayoq to'qmoqqa taynib hammani qo'rqitib boshqurib kelgan bo'lsa, Seyitbay alrg'oyish mijozi, siliq sipoya, o'g'irlik, tetimlik gaplari va marhum dadasidan qolgan yuz obro'yi, mahalla cho'nglik o'rni, yurt kattasi bo'lishdek imtiyoziga taynib, ko'ngillarni moyil qilib ham qoyil qilib kelayotgan edi. Namancho'loq kishilarning o'zidan qo'rqadiganligini, taptotadiganligini, ayminadiganligini biladi-yu. Kaynida g'ayvatini qilib, ko'magan yerlarda o'zini qog'ab tillaydiganligini texmi obdan biladi. Seyitbayni bo'lsa, oldida qandoq yaxshi ko'rgan, hurmatini qilgan, cho'ng ko'rgan bo'lsa, yo'q yerdimi yanada shundoq yaxshi ko'rdiganligini, hurmatlab cho'ng ko'rdiganligini biladi. Ham uningga hasad qiladi. Bu tarafiga hasad qilgani bilan azaldan Seyitbaydek bo'lishni, uningdek yashashni, el qalbini moyil qilishni o'ylabma boqmagan edi. Seyitbay Tevipni beshida va'da qilgan 10 ming tangadan boshqa yana bir munch so'g' salomlarni ko'targizib yo'lga sap qo'ydi. Hamda yurtiga sog'-salomat opirib qo'yib, ondan qaytib kelishini topilib, ikki qo'g'dug'ich yigitni agashtirib qo'ydi. Tarjima yigitga boshda va'da qilgan 5 ming tangani sog' berdi. Ammo uningga so'g' salom va yaxshi tilaklar hadiya qilinmadi. Umu Seyitbayning o'zini sog' qo'yganining Tevip kishining hurmat sababidan ekanligini, Tevipning yuz xotirasini qilmagan bo'lsa, bugun bu uydan hayot chiqib ketalgan taqdirdami, buningdan keyingi umrini nakopeti davomlashtirib qoladiganligini yaxshi biladi. Shunga u Seyitbaydan minnatdor ediki, bayning oldida o'zini to'limi qo'laysiz, o'ng'aysiz va chorasiz sezdi. Ular manzilga qarab yo'lga chiqadigan chaqda Seyitbay uni ayrim chaqirib dedi. Tevipning oldida sana yuz xotira qildim. Bo'lmasa bu kamgicha davolaydigan yana bir bemor sen bo'lib qolading. Xayr, nima kun ko'rgan bo'lsam peshonamdan ko'rdim. Senmi eng yaxshisi ko'tingni qisib yurtingga ketib ol. Mush ketgancha bu yurtga ikkinchilab qadam bosquchi bo'lma. Hayotingning oxirigacha ching tutqinki, bu yurtga qadaming yetganligini bilibli qolsam, qabrangni o'zim qo'piraman. Aslida tarjima yigit Seyitbayga ko'p gaplarni qilmoqchi. Qambarinso xonim bilan o'tirsida hech qanday munosabat yo'qligini,
O kunki ishning butunlay tasodibiylik, ya'ni kelib qarindoshlar ora g'amxo'rlik qilib tasalli berish, esdoshlik qilish, ko'ngilni yosash ekanligini tushuntirmoqchi edi. Biroq u Seyitboyning surlik turilgan qo'shimlardan, kaskin buyrug'idan har vaqt davrab qilish ehtimolliq bo'lgan achchig'idan qo'rqdi. Shunga hech nima demadi. To'g'risini aytganda, hech nima deyolmadi. Shundoq qilib, tevib tarjimonni agashtirib yurtiga ketdi. Tarjima yigitmi ko'ngli g'ashalda tevibga agishib ketib qoldi-yu, ko'zlari Qambarnisa xonimga tortishib kaynida qoldi. Tevib bilan tarjimon ketgandan keyin Seyitboy Qambarnisa xonimga uy ayirib berdi. Ya'ni bog'ning ichidagi 4 ig'izliq uy soldirib, atrofini ayrim o'yli qilib qo'rshab tom silib, kichik darvoza o'rnatib, bog' suv kiradigan cho'ng eriqdan ulab eriq qozdirib, ichadigan suvi shu eriqdan kirib, ondan bog' chiqib ketadigan. Qambarnisa xonim va bolalar chiqsa qo'riq ichiga kirsa kichik o'yliq kiradigan qilib joylashtirib qo'ydi. Untekin studiyasi. Balalar hech ishni bilmaganlik uchun yangidan sep berilgan bu qo'rov uylarni to'liq yoqtirdi va intayin xo'sh bo'lishib ketdi. Bo'libmi o'ylishidan iqib o'tib boqqa kirib ketadigan eriqning suvi ularning eng yoqtiradigan ko'ngil xo'shligi bo'lib qoldi. Biroq Bobo'g'ulu Qambarnisa xonimga bo'ldi. Seyitboyning uni chetga qiqish, o'zidan yiroqlashtirish, er-xotinlik munosabatini uzish uchun bo'shunda qilayotganligi uningga 5 qo'ldek ayon edi. Qayg'ularni balalar oldida chandurmaslikka tirishgan bilan dadini o'zi bilatdi. Qambarnisa xonimga Oytura xonim Zivarnisaga o'xshash xos xizmatkor tayinlab berilmadi. O to'y qilgandan keyin izchil xos xizmatkor yo'q bo'lib, taomlarni o'zi bir qo'lliq etadi. Mehmonlarni yugurib yurib kutib, marhum qaynonasi bilan erining holidan o'zi xabar elib, yana uyning cho'ng-kichik ishlarini tartibga solib, bemalol o'lgiratdi. Badiyilsa faqat marhum qaynonasining xizmatini qiladigan Zo'rixon ishkaylarning holidan tan xabar elib, ishlariga ha-ho deyishatdi. Mana endi bog'ning to'ridagi ayrim ho'yliga chiqarib qo'yilgandan keyin texmi xizmatkorsiz qoldi. Osh tomoqni o'zi tayyorladi. 2 bolasi bilan o'ltirib yedi. Kirqatlarni o'zi yuyib, o'zi uy tozlab, yig'ishtirib, hamma ishiga o'zi ega bo'ldi. Balalar dadisini va ukallarini seg'insa, qo'riq tarafdagi ho'yliga o'tib ko'rishib, onasini seg'insa yana qaytib keldi. Biroq Qambarnisa xonimning bu ho'ylidan chiqishi, qo'riq tarafdagi ho'yliga o'tishi cheklandi. Seyitboymi uni ko'gili kelmadi. Zivarnisaning u tarafga o'tishi texmi cheklandi. Bu holdan ichsi siqilib, ko'ngli yerim bo'lib, o'zini qo'yarga yer topolmay qolgan Qambarnisa xonim bakma azoblandi. Balalarga ko'rsatmay yig'ladi. Miskin ko'ngliga ularning mehri bilan tasalli topganidan boshqa dili yosharg'idak hech bir ish qolmadi. Erning buyrug'iga bo'ysunmay bu ho'yladan chiqib ketay desa, boqqa qaraydigan qobqi yomon yangi payloqchining surlik talatidan qo'rqdi. Uning ustiga bu ho'yladan chiqsa-mu, baribir shu qo'riqdagi cho'ng ho'ylaga chiqatdi. Biroq qo'riqdagi ho'ylada uni hech kim qarshi olmaydi. Zivarnisa uningdan aymanatdi. Burunqida Qambarnisa ocha deb chaqirib, ergilab qo'ltiqqa qistirib olib, naga bosa orqasidan soydak agishib yurmaydi. Seyitboyga asla qaramaydi. Agar uning bog' chetidagi ho'ldan chiqqanligini bilib qolsa, baharlik xizmatkorlarni oldiga sapras tizib, tanavini tortib, yuragini seqirtib qo'yatdi. Faqat Zo'rixonning uning haftada 1-2 qitim lozimatlik narsalarni 2 kunda bir qitim go'sht yetkazib berganligini hisobga olmaganda, uningdek bir ayolning mavjud ekanligini hammasi unutib qolishdi. Seyitboy Qambarnisa xonimning oradagi ishlarni tushundirgudek fursat berish talabini qat'iy rad qilib, uning bir ig'iz gapini anglashni xohlamadi. Uningchi bo'lganda fursat bergan taqdirdami, Qambarnisa xonim baribir yolg'on gap qiladi. Tarjima yigit yurtiga qaytib ketib bo'lgan, yuzlashtirgudek imkon qolmagan hozirgi ahvolda yolg'on gap bilan o'zlarini pok qilib ko'rsatishga tirishishi turg'onli gap edi. Shunga Qambarnisa xonimning bu jihatdagi umidi va urinishlari baxada tunjiqib qoldi. Dadisi bilan aksi Seyitboyning dadisining karvanida qazo qilib,
onasidan kichik qolgan bo'g'achqa hayotlardan hech bir urug' tuqqani qolmagan Qambarnisa xonim ikki bolasini demaganda tikandek yolg'iz yakka yagona edi. U bog' qorovuli orqali gap yetkazib, zo'rxonga buyurib kashta materiallarini akeldirib kashta tikib boqdi. Zerikishchilikda to'q chuji beqibmi boqdi. Lekin hech bir ish uning so'nuq ko'ngliga tasalli bo'lolmadi. G'am, g'ussa, azob, yolg'izlik va ruhiy besim tufaylidan ich-ichidan tugishib ketayotgan Qambarnisa xonim to'la yig'lab, to'la xiyol surib, bora-bora ishtahosi tutildi va kundan kunga o'riqlab ketdi. Namancho'loq Seyitboyning dakki-dukkisi bilan yurgan kunlarning birida Seyitboyning bog' chetiga yangidan uy soldirib, cho'ng xotini Qambarnisa xonimga uy ayirib berganligi va shuningdan keyin ayollik munosabati nomdaba amalda yo'q holatda har ikkisining o'z oldiga turmush kechirib yurganligi haqida xabardan voqiblandi. Bu xabar bir yoqdan uni xush qilsa, yana bir yoqdan ko'ngildagi shayton qurtlarini mag'ildatib, pat-pat ishtirib turmasi ko'ngli unmaydigan usul xuylarni quturtishga boshladi. Aslida tarjimon bilan Qambarnisa xonimni baron ostida tutib olgandan keyin Seyitboy ichki jihatdan tugishib ketgan va Namancho'loqning qilmishlarini surishtirib, o'ziga avorchilik tepishni, hamda amin tepishga boshlagan ko'ngillarni yana parokanda qilishni xohlamagan. Shu mushbiti tinchgina turmush kechirish, savdo tijoratlarini yaxshi boshqarib, oila egiligi bilan bo'lishni ko'ngliga pukib yurgan edi. Biroq Seyitboyning ko'ngildagini Namancho'loq bilmadi. Yuz xotir qilganni, rahim aylaganni texmi bilmadi. Namancho'loqning ko'ngildagi yomon niyatni Seyitboy texmi bilmadiki, Qambarnisa xonimning bog' chetiga palanganining Namancho'loq uchun yemchik bo'lib qoladiganligini u xiyoliga keltirib boqmagan edi.